21-asr yoshlarini ta'limga jalb etish, ularni hayron qoldirish oldingidan ancha mushkul jarayon. Texnika asrida ulg'ayayotgan bolalarni fanning u yoki bu yo'nalishiga qiziqtirish uchun yangicha metodlar, yondashuvlar talab etiladi. Yashnobod tumanidagi 15-sonli davlat maktabgacha ta'lim tashkilotida o'tkazilgan o'yinga asoslangan ta'lim, pedagogik innovatsiyalar va didaktik o'yinlar festivali ana shu maqsadlarga xizmat qildi. Tadbirda muxbirimiz Zahrobonu Jo'raqulova xabar beradi. O'yin bola hayotining ajralmas qismi, uning ilk bilimi va tasavvurlari shakllanadigan muhim vositadir. Aynan o'yin orqali bola atrofidagi olamni anglaydi, fikrlashni, muloqot qilishni va mustaqil qaror qabul qilishni o'rganadi. Shu bois bugungi kunda maktabgacha ta'lim tizimida o'yinga asoslangan ta'lim metodlariga alohida e'tibor qaratilmoqda. Bugungi tashkil etilgan festivalimizda har bir bog'cha o'zini yaratgan, bolalar bilan birga yaratgan didaktik o'yinlarni olib kelgan va tadbirda har bir ko'rgazmali qurollardan foydalanib tashkil etilgan. Bunda bolajonlarimizga innovatsion texnologiyalardan foydalanib yangi o'yinlarni ta'lim orqali tarbiyachilarimiz o'rgatadi va bu tarzda bolajonlarda har tomonlama rivojlanish bo'ladi. Innovatsiyalardan foydalangan holda bolalarda ham qiziqish uyg'onib va bunda pedagoglarimizni ham faoliyati, malakasi oshib boradi. Festivalda 47 ta maktabgacha ta'lim tashkilotlaridan tashrif buyurgan pedagoglar tayyorlagan didaktik o'yinlar va innovatsion ishlanmalar ko'rgazmasi namoyish etildi. Taqdim etilgan o'yinlar bolalarning mantiqiy fikrlashi, ijodkorligi hamda amaliy ko'nikmalarini rivojlantirishga qaratilgan. Bugun maktabgacha ta'lim tashkilotimizda o'yinga asoslangan festivalimiz namoyishi bo'lib o'tmoqda. Bu festivalimizni tashkil etishimizdan maqsad tarbiyachilarimizni o'zlariga didaktik o'yinga asoslangan qo'l mehnatlari bilan o'zlarini ijodlarini namoyon qilishmoqda. Ham bu esa bolaga ta'lim berishning maqsadi esa bola o'zining xohishiga ko'ra o'yin orqali ta'limni tanlab oladi. O'yin orqali berilgan bilim bolaning qalbiga oson yo'l topadi. Mazkur festival nafaqat pedagoglarning ijodiy yondashuvlarini namoyish etish, balki ilg'or tajribalarni ommalashtirish, o'zaro fikr almashish va ta'lim sifatini yanada oshirishga xizmat qiluvchi muhim maydonga aylandi. Zero bugun bolalarga yaratilayotgan sifatli va qiziqarli ta'lim muhiti ertangi kunning bilimli, intiluvchan va barkamol avlodini tarbiyalashda mustahkam zamin yaratadi. Zahrobonu Jo'raqulova, Jahongir Qosimov, yoshlar.